Ona! Haydi yursa! Betayin, tog'arami teshding? O'zi zotdi. Kechga qo'lning onam yana uradilar. Yoningda biz ham kiramiz, bizdan uyalib urmasalar kerak. O'zlaringcha Superman bo'lasanlar? Sen ne urmadi? Menga zakasnoy tayyor bo'lyapti. Qo'ydaq begu! Ana aytdim-ku. Labay onajon. Jonim bolam, kel. Ne oting kimyapti? Otam kelmasalar meni urasizmi? Bo'ray bo'lmasa. Ona kelmadi-ku, uchrashuvga. Sen o'tirasanmi yo'qmi? Ha, keladi-da, sabr qil. Baxtli bo'ling. Bo'ladi, kelin. Pultni ber-da. Ha? Choy damlab kelay. Ona nima bo'rillatib so'kmadi? Mana kelinni ortda yo'q, obringni ham tushirmay dedim. Ne qilsang bo'lasanmi? Voy, bunda is bo'lib ketibdi. Ana shu qo'lim yetmayapti-da. Shunda o'zing olib berding. Bering, ol. Kelin, siz ovqat qiling. Xo'p, mayli. Yo, uylan birinchi yig'ishtirsin. Uylan yig'ishtir, davay. Yo, nimaga asabimni o'ynab ha? Ana oshxonani bilan to'g'rilab qo'ysang bo'lar-ku. Ha, yo, birinchi parketlarni qilib olay. Ana shu kaltak senga lol qilyapti. Mana uni ishlab beling. Mana ishtoning tushib ketmaydi. Triko bilan remin taqmaydi-ku. Mayli kelinjon, uydagilaringizga salom ayting. Xo'p. Ha, kelin. Ko'chada yomg'ir ekan, qaytdim. Xudoga shukr. Xotin kelin kaltakdan qutulib.